Assalomu alaykum negerlar. G'alaysizlar, men sizlar bilan Dravikman. Bugungi videomizda biza ko'pchilikka ya'ni biroz kishini qiynab qo'yibdi bu savol. Misol o'zimdan kommentariyamga yozishibdi. Mana shu savolga mana o'rgatasizmi ammo deyapti. 1.21.21.132 versiyasida ulanish sal boshqacharoq bo'lgani uchun mana shu Ender Zayek tushunmab qopdilar. Shuni videosini hozir biz chiqaryapmiz. Men video ko'rganimda 2 kun oldin chiqarilgan. Buning sababi sizlar menga aktiv yig'ib bera olmadinglar. 17 marta ko'rilgan. Shuning uchun hozir men sizlarga buni noldan o'rgatib beraman. Qanday qilib ularni ishlarini ozgina reklamachilar chiqyapti. Men qanaqadir shunaqa qilib qo'yam, xotir olmanglar. Mana kam hozir ular menga aytgan videolarda ko'rgan joydan mana shu joy edi. Mana shu yerga borib Narray mashg'ulot bosib yangi kod ochishga harakat qilganlar. Mana realizmda ham eski versiyada shunaqa edi. Bular haqiqiy versiyada o'ynashgan. Keyin siz ukam bilan ulana olmadim degan ekan, videongizni ko'rdim. Unda bunaqa bo'ladi. Eski u ham sizni versiyangizdan tortish kerak. Siz shariatni unga o'tkazib berasizmi yoki Google dan topib mana shu versiyani o'zini topib joylab berasizmi? Shunaqa bo'lish kerak. Keyin endi server bunaqa agar mana shu joyda kirib turib, mana shu joyda to'g'ri kirib turib o'tib ketib qolsangiz, shunaqa serverlarga ham kira olasiz. Bunaqa plus taraflar juda ham ko'p. Keyin aytib o'tadigan, agar u bilan o'ynaganingizdan keyin mana bo'ladi-da. Siz bu yerga kirib yangi mer ochasizda, u tochkani yoqib turgandan keyin tochkani yoqadi, hammaga chiqib ketasizda. Keyin bitta tengidan bosib kirib turib, bittaylik kirib turib, mana qilib mer yaratasizlar noldan. Oldum. Okey. Kirgandan so'ng albatta keyingi qiladigan ishimiz birinchi o'rinda bitta blok sindiramiz. Bu versiyada shunaqa bo'lsa kerak. Men bilmadim. Men sherga ulanganimda mana shunaqa blok sindirish kerak bo'lgan. Bitta liboturdagi blok shu sindirsanglar bo'ldi bolalar. Mana sindirdinglar va qayt joyiga qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Kechalik sheringlarni hozir men o'zim bitta sizda yoqqan bo'lsangiz, sheringiz men qilgan ishimni qiladi. Agar sheringiz yoqqan bo'lsa, siz men qilgan ishni qilasiz. Va endi men sizni o'sha to'chi yoqib turgan misol siz yoqqan bo'lsangiz, sheringiz men qilgan ishni qiladi. Agar sheringiz yoqqan bo'lsa, siz qilgan ishni qilasiz. Ya'ni men qilgan ishni siz qilasiz. Endi siz to'chi yoqqan bo'lsangiz, siz o'rningizni ko'rsataman. Endi bunaqa chiqib ketish shart emas. Просто ko'rsatyapman. Siz u kirib olgandan so'ng pulni Minecraftdan chiqib ketib qolasiz. Keyin mana unaqa episod narsalarni o'chirib tashlab, qaytadan Minecraftga kirasiz. Menga reklama chiqyapti. Buning uchun albatta uzr. Chunki o'zimga telefonim shunaqaroqda reklama chiqaradi. Bugungi videomizda men budjetim so'mga 4000 so'm soldim. Okey. Endi scrollate kartadan kirsang bir xil versiya bo'lishi kerak. Bir xil versiya bo'lmasa ulana olmaysiz haqiqiy Minecraftda. Kirganingizdan keyin mana shu joyda o'sha men ochgan mer turibdi. Mana shuni siz ochgan do'stingizni mer turadi. Keyin bu yerda bir kishidan 5 kishigacha bo'ladi. 5 kishigacha bo'ladi. O'sha bir kishidan 5 kishigacha bir kishidan 5 kishigacha bo'ladi. Bunaqa joyda yoniga 1, beg'iga 5 yozib qo'ygan bo'ladi. Kemayda do'stingiz ochgan mer turadi. Shunaqa bo'ladi-da. Oh my god. Mana shunaqa bo'ladi.
mayda bir kishidan 5 kishigacha bo'lgan bo'lsa, maydan 5 bo'ladi. Bu yerda esa do'stingiz ochgan mer turadi. O'sha mashina ustiga bitta bosib kirib ketasizda va ulanib olasizlar. Muammoli joyi yo'q. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bilan obuna bo'lib qo'yinglar. Bugun biz foydali video qildik. Ertaga esa har kungi videomizni qilamiz. Agar yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Men yaqinda 1000 ta bo'lmoqchiman. Buning uchun sizlarni kattagina obuna bosib qo'yishinglar va like bosishinglar menga juda ham qo'l keladi. Unday bo'lsa, xayr, men sizlar bilan Dizer Dikrahman